Alaykum azizlar. Mana yanvar kelib, fevralga yaqinlashdi. Issiqlik bilan ta'minlangan issiqxonalar bilan harakatligi tushib qolishdi. Hammaga ayon, mana bilasizlar, peripet temperatura deydi, sovuq tushishi, boshqa deydi. Hamma shu sovuqda hamma ekinlar ham o'zini bir ko'rsatib oladi hunarini. Shu mana temir tanqisligi, kalsiy tanqisligi, magniy tanqisligi va ekinlarni stress holatiga tushgan payti bo'ladi, mana sovuqda boshqada. Shu paytda bularni oldini olish uchun men sizlarga mana ham ishchi kuchidan ham vaqtdan unumli foydalanish maqsadida Swiss Grow'ni preparatlarini qo'shib ishlash bo'yicha instruktajlarimizni boshlaymiz. Mana avvalambor stressga qarshi aministim, mana nitrokalimiz kalsiy magniy tarkibli, mana ferromax temir bilan boyitilgan. Endi bularni dozasiga keladigan bo'lsak, aministimimiz 15 gram 10 litr suvga, nitrokalimiz 10 litr suvga 20 gram, ferromaximiz 10 litr suvga 4 gramdan qo'shib bargidan berishingiz yoki bo'lmasa tomchilash tizimi orqali ekinlaringizni stress holatdan, magniy kalsiy yetishmovchiligi holatidan olib chiqishingiz mumkin. Vegetatsiya holati yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Sizlarga qo'shimcha ma'lumot va bepul maslahatlarni berib borishda davom etamiz. Kanalimizni kuzating, albatta obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Quyidagi telefon raqamlariga telefon qilib bepul maslahat va tavsiya olishingiz mumkin. Alloh ishlaringizga baraka bersin.